Ho'p, bolajonlar, yaxshimisizlar? Ho'p, bugun sizlar bilan yakshanba kun, shanba kuni olgan testimizda video tahlilini bittalab tushuntirib beraman. Kelishdik, a? Menimcha hamma video tahlilini yozib kelgan. Ho'p, yozib olasizlar, xo'p? Demak, birinchi savol. Mehmonxonaning 5 ta qavatida hammasi bo'lib 190 ta mehmon bor. Har bir qavatda kamida 20 ta mehmon bor hamda har yuqori qavatdagi mehmonlar soni pastdagilardan ko'proq. 4-qavatda eng ko'p bilan nechta mehmon bo'lishi mumkin degan. Demak, diqqat qilamiz. Mana mehmonxona, to'g'rimi? Mana bu 1-qavat, 2-qavat, 3-chi, 4-chi va 5-qavat, to'g'rimi? Va bizga aytayaptiki, har bir qavatda yuqorisi undan ko'proq bo'ladi. Va aytayapti 4-qavatda eng ko'pida nechta mehmon bo'lishi mumkin? Mana 1-qavat, 2-qavat, 3-qavat, 4-chi hamda 5-qavatlar. Xo'p, jami nechta ekan? 190 ta. Endi 4-qavat eng ko'p bo'lishi uchun 1, 2, 3 iloji boricha nima bo'lishi kerak? Eng kam bo'lishi va kamida 20 ta mehmon bor degan. 1-qavatga 20 ta bersak, 2-qavatga 21 ta. Nima uchun? Chunki ko'proq bo'lishi kerak, to'g'rimi? Eng kamida bo'lishi uchun mana bu eng ko'p bo'lishi uchun bular eng kam beramiz. 21, 22, 20. Ana endi 5-chi bilan 4-chiga esa eng ko'p qolyapti. Nechta qolayotganini topishni nima qilamiz? Bularni qo'shib olamiz, 63. 190 63 saysa necha? 127. Demak, 4-chi bilan 5-chiga 127 ta mehmon kelishi kerak. Endi bunda 4 bilan 5 iloji boricha bir-biriga yaqinroq bo'lishi kerak. 127 ni 2 ga bo'lsangiz necha bo'ladi? 63 1 qoldi, to'g'rimi? Demak, buni 63 deysiz, buni 64 deysiz. Eng ko'pida mana bu necha bo'lishi kerak ekan? 63 bo'lishi kerak ekan. Shuning uchun birinchi savol javobi nima bo'lar ekan? S javob bo'lar ekan. Hammaga tushunarlimi? No, xato baribir. Xo'p, ikkinchi savol. To'g'ri burchakli parallelopipedning o'lchamlari berilgan, sirti, yuzi va qirlar yig'indisi o'rtasidagi farqni toping deyapti. Sirtini yuzining formulasi 2 ko'paytirilgan A, B, A, S hamda B, S edi, to'g'rimi? Qirlar yig'indisi formulasicha 4 ko'paytirilgan A plus B plus S. Endi masala sharti bizga aytayapti A teng 10, B teng 16, S teng 25. To'g'rimi? S ni topadigan bo'lsak 2 ko'paytirilgan 10 kara 16 birdan yozaman, maylimi? 160, 10 kara 25 250 va 16 kara 25 necha bo'ladi? 400 bo'ladi. Xo'p, qo'shamiz. 160 ga 2 qo'shsak 410, 810, 2 ga ko'paytirsak 1620. Bunda topadigan bo'lsak-chi 10, 16, 25 ni qo'shib 2 ga 4 ga ko'paytiramiz, to'g'rimi? 26 25 qo'shsak 51, 4 ga ko'paytirsak 204. Farqini toping deganligi uchun 1624 dan 204 ni ayiramiz. 1416. Bu javob D javobda berilgan. Tushunarli-a? Xo'p. 3-savol. Diqqat qilamiz. To'g'ri burchakli parallelopipedlik ko'rinishdagi akvarium asosiy tomonlari 40, 50 va balandligi 60. Demak, A teng 40, B teng 50, S teng 60 santimetrdan, to'g'rimi? Endi savol aytayapti, agar akvariumga deyapti 40 santimetr balandlikgacha suv bilan to'ldirish uchun 8 litrli bankani to'ldirib necha marta suv quyish kerak deyapti. Ya'ni balandlik 40 santimetr bo'lishi kerak deyapti. Mana bu 60 santimetr bu akvariumning to'la balandligi. Bizga esa 40 santimetr bo'lsa bo'ldi. Endi sizlarga formula qanaqa edi? Hajm topish formulasi S asos ko'paytirilgan H. Asos yuzasi, ya'ni eni bilan bo'yni ko'paytmasi. 40 ko'paytirilgan 50, to'g'rimi? Balandlik nimaga teng? 40 ga teng. Ko'paytirsak 4 kara 5 20, 20 80 1000 santimetr kub. Xo'p, 1 litrimiz necha santimetr kub edi? 1000 edi. Demak, bu 80 litr bo'ladi, to'g'rimi? 8 ga bo'lamiz, necha bo'ladi? 10 marta to'ldirib suv quyish kerak. Bu javob D javobda berilgan. Tushundinglarmi? Yom turibdimi? Okay. 4-savol. Abdulaziz 600 gram murabboni tayyorlash 6 minutda, Davlatbek esa undan 2 barobar tezroq yeb bo'ladi deyapti. U holda birgalikda 1800 gram murabboni qancha vaqtda yeyishadi? Sobitova. Xo'p, 600 gram murabboni 6 minutda yesa 1 minutda qancha yeydi? 100 gram. 1 minut deb yozaylik. Xo'p,
undan 2 barobar tezroq yeb bo'ladi deyapti. Demak 200 gram, to'g'rimi? Demak, Abdulaziz yozib qo'yaylik, Abdulaziz 100 gram minutiga Anochi Davlatbekchi 200 gram. yashang. To'ppa To'g'ri, birgalikda deganligi uchun qo'shamiz. 1800 ni 300 ga bo'lsak 6 minut bo'ladi. 6 minutda yeb bo'lishar ekan. To'g'ri javob nima ekan bu yoqda? S javob. 5-savol. Qutida 33 ta oq. Demak, oqlar 33 ta. Xo'p, qora 35 ta, to'g'rimi? Qora 35 ta, qizil 42 ta. 'Xo'p, 10 ta oq, 10 ta ko'k, 10 ta qora shart topsa bo'ladi deyapti. Eng kamida nechta shart olganda? Bu yerda eng omadsiz variant tanlaymiz. Diqqat qiling, eng omadsiz variant degani sizda omadingiz kelmaydi-da. 42 marta urindingiz, 42 tasi ham chiqdi, qizil chiqdi. Keyin siz 35 marta urindingiz, qora chiqdi. Ya'ni sizda faqat qizil bilan qora paydo bo'ldi, to'g'rimi? Hali oqda yo'q. Bizga uchrasidan ham 10 tadan kerak, to'g'rimi? Kamida 10 ta. Mana bu yoqda necha qo'shamiz? 10 ta. Mana bundan 10 ta tanlaganimizdan keyin, chunki oq qoladi faqat, to'g'rimi? Oqdan 10 ta tanlaganimizdan keyin bizda aniq qizil ham 10 ta bor, kamida qora ham 10 ta bo'ladi, oq ham 10 ta bo'ladi. Hammasini qo'shsangiz necha bo'ladi? 87 ta bo'ladi. Ya'ni 87 ta urinish kerak. To'g'ri javob S javob bo'ladi. 6-savol. Misol berilgan hisoblash uchun. 4 ayrilgan 1. Bir kuni olish qanaqa solish ekan esingizda bormi? 8 ayrilgan 5, 12 ayrilgan 9 va hokazo. 96 ayrilgan 93. E'tibor beringlar. 4, 8, 12, 96 qanchaga oshib ketyapti? 4 taga. 4 taga oshib ketyapti, to'g'rimi? 96 dan 4 gacha nechta son bor? 96 ni 4 ga bo'lsak 24 ta. Demak, mana 4 minus 1 ham 24, 3, 8 minus 5 ham 3, 12 minus 9 ham 3, 96 minus 93 ham 3. Nechta 3 bo'ldi? Yashang, 24 ta. Demak, 24 kira 3 necha bo'ladi? 72. Buni javobi S javob bo'ladi. Tushunarlimi? 7-savol. Diyoraning yoshi bobosining yoshidan 7 marta kichik. Dadasinikidan esa 5 marta kichik. Bobosining yoshi Diyoraning oyisidan 24 yosh katta. Agar ularning hammasining yoshlari yig'indisi 136 ga teng bo'lsa, oyisining yoshini toping debdi. Demak, Diyoraning oyisida Diyora, oyisi, dadasi, bobosi bor ekan, to'g'rimi? Tenglama tuzamiz, Eng kichkinasi kim? Diyora. Bobosining yoshi 7x ekan. Dadasining yoshi 5x ekan. Bobosi oyisidan 24 yosh katta ekan. 7x minus 24. Hammasining yoshlari yig'indisi 136 bo'lsa, tenglama tuzamiz, to'g'rimi? Yozamiz. X qo'shilgan 7x ayrilgan 24, 5x 7x. E'tibor bering. 1x ga 7x qo'shsangiz, 8 ga 5x qo'shsangiz, 13 ga 7 ni qo'shsangiz, 20x minus 24 bu tomonga o'tganda nima bo'ladi? 20 ko'paytirilgan x teng 160, x teng necha? 8, to'g'ri. Endi bizlar nima so'rayapti? Oyis so'ralayotganligi uchun 7 ni 8 ga ko'paytirib 24 dan 56 dan 24 ni ayirsak 32. Javob Xo'p, A javob bo'lar ekan. 8-savol. Marjonada 200 so'mlik, 500 so'mlik hamda 1000 so'mlik bor ekan. Xo'p, bizga aytayapti, jami 72 ta ekan pullari. Va bizga aytayapti, 200 so'mliklarni tashkil topgan pullar va uning faqat 1000 so'm tashkil topgan pullar o'zaro teng. Undagi 500 so'mliklar soni 1000 so'mlik kupyuralar sonidan 3 marta katta. U holda marjonda qancha pul bor? Qaranglar, 1000 so'mlik kupyuralar sonini x deb belgilaylik. To'g'rimi? 500 so'mliklar necha x bo'ladi unda? 3x ta bo'ladi, to'g'rimi? Endi qaranglar, 200 so'mlik pullar miqdori deyapti. 1000 so'mlik pullar miqdoriga teng deyapti. Miqdor topish uchun nima qilamiz? Mana buni y deb turaylik paka.
Endi qarang, 200 ko'paytirilgan y teng deyapti 1000 ko'paytirilgan x ga. To'g'rimi? Ikki tomonda ham 200 ga qisqartirib yuborsak, y barobar 5x bo'ladi. Ya'ni ya'ni 200 so'mlik soni 1000 so'mliklar sonidan 5 marta ko'p bo'lishi kerak ekan. Mana shu y o'rniga nima qo'yamiz? 5x qo'yamiz. Qayerdan kelib chiqqanini tushundik-a? Mana bu yerdan kelib chiqqan. Tushuna oldingmi? Endi umumiy pul soni qancha edi? 72 ta edi. Xo'p, 5x ga 3x qo'shsak, 9x. 9x teng 72. X barobar necha? 8. Ya'ni 1000 so'mliklar qancha ekan? 8 ta. Marjonda jami qancha pul bor deyapti. Nima qilamiz? Qaranglar, 200 so'mliklar 5 ga 8 necha? 40. 200 so'mliklar 40 ta. 500 so'mliklar 3 ga 8 necha? 24 ta. Va 1000 so'mliklar 8 ta. Xo'p. 20 ni 200 ni 40 ga ko'paytirsak 8000 qo'shilgan 524 ga ko'paytirsak 12000 qo'shilgan 8000. Xo'p, jami 28000 so'm bo'lar ekan. To'g'ri javob A javob bo'ladi. Savollar bormi? Yozib olamiz. Xo'p, davom etamiz. 9-savol. 9-savol juda ham zo'r savol edi. Xo'p, qaranglar. Fermada tovuqlar, qo'ylar, sigirlar va otlar soni teng debdi. Birinchi kun tovuqlarning 2 dan 1 qismi, qo'ylarning 5 dan 3 qismi, sigirlarning 4 dan 1 qismi va otlarning 7 dan 4 qismi sotildi. Ikkinchi kuni esa fermaga 8 ta tovuq, 7 ta qo'y, 10 ta sigir, 13 ta ot olib kelindi. Keyin fermadagi hayvonlar sanasi ularning jami soni 911 ta bo'ladi. U holda hozir fermada nechta sigir bor? Nima qilamiz, bolajonlar? Kim aytadi? Shunaqa savol ishlaganmidik? Aha, tenglama tuzamiz deysiz, to'g'rimi? Tenglama tuzish yaxshi. Lekin qiyinroqda u sizlar uchun. Kelinglar, osonroq yo'li o'sha hamma hayvonlarni teng miqdorda qilib kataklarga joylaylik. Ya'ni tasavvur qiling, otlar ham, sigirlar ham, qo'ylar ham, tovuqlar ham 140 ta katakka joylangan bo'lsin. Teng miqdorda. Bitta katakda nechtaligini biz bilmaymiz. 140 ta katakka joylangan, to'g'rimi? Deb olaylik. Faraz qildik-a. Birinchi kun tovuqlarning 2 dan 1 qismi, ya'ni yarmi. 2 dan 1 qismi degani qancha? 70 ta katakdagi nima qildik? Ketkizib yubordik. Qancha qoldi? 70 tasi qoladi. Qo'ylarning 5 dan 3 qismi ketsa, qanchasi qoladi? 5 ta qismga bo'lingan. 5 dan 2 qismi qoladi. Shuning uchun buni 5 dan 2 qism topish uchun nima qilamiz? 5 ga bo'lib 2 ga ko'paytiramiz. Necha bo'ladi? 140 5 ga bo'lsa 28, 2 ga ko'paytirsak 56 ta. Xo'p, sigirlarni 4 dan 1 qismi ketdi. Qanchasi qoldi? 4 dan 3 qismi. Demak, 140 ga bo'lib 3 ga ko'paytiramiz, to'g'rimi? 140 ga bo'lsak 35, 35 3 ga ko'paytirsak 105 ta katak qolgan. Otlarning 7 dan 4 qismi ketgan bo'lsa, 7 dan 3 qismi bu 60 ta katak degani, to'g'rimi? Va bularga deyapti, ikkinchi kuni fermaga qaranglar. Mana shu umumiy hisobda nechta katak qoldi? Qo'shing. 165, 56 ni qo'shsak, o'sha 290 3 ta katak bo'ladi, to'g'rimi? 293 ta. To'g'ri hisobladikmi o'zi? 291 ta, uzr. 291 ta katak bor va o'shalarga qo'shimcha ravishda 8 ta tovuq, 7 ta qo'y, 10 ta sigir, 13 ta ot. Jami hisobda qaranglar. 8 plus 7 plus 10 plus 13 ta hayvon olib kelindi. Shunda jami 911 ta hayvon bo'ldi, to'g'rimi? Nima qilamiz? Qaranglar. Mana bu ta hayvon. Mana bu 211 bu nima edi? Katak edi. Farqini bilib turinglar. Xo'p, mana bu 8 ga 7 15, 25, 38. 911 ta hayvondan 38 ta hayvonni ayirsak, 873 ta hayvon. Nechta katakka joylangan? 291 ta. Endi nima qilamiz? 873 ni bo'lamiz 291 ga. Bu degani 3 ta hayvon joylangan. Demak, bitta katakka nechta hayvon joylanibdi? 3 ta hayvon joylangan. 3 ta ot, 3 ta sigir, 3 ta qo'y, 3 ta tovuq.
Endi shu holatda sigirlarning soni qancha bo'lgan? Aha. Undan ko'ra 3 ta hayvonni 105 ga ko'paysa bo'ladimi? Ya'ni 105 ta hayvon 105 ta kategoriyadan hayvon qolganida bu 315 ta hayvon bo'ladi, to'g'rimi? Lekin bizga 10 ta sigir olib kelingan-ku yana. Ha, yashang. 325 ta sigir bo'lib qoladi. To'g'ri javob C javob bo'ladi. Tushunarlimi? 10-savolga qaranglar unda. Diqqat qiling, 10-savolda mana bu aylana, teshik kulchaga o'xshaydi. Mana bu A, bu B. Mana bu C, mana bu nima ekan? D. To'g'rimi? Mana bu C, bu D. Endi qaranglar. Mana bu A, B'imiz 10, C, D'imiz 8 bo'lsa, mana bu qismcha qanchaga qalinligi? 1. To'g'rimi? Bu yoqdan 1, bu yoqdan 1. Shunda 2 bo'ladi, to'g'rimi? Endi qaranglar. Mana bu joyda rasmda deyapti, qanaqa bo'ladi deyapti. E'tibor bering, bu yerda agarda 1, 2, 3, 4 ta halqa bir-biriga yopishmagan holatda bo'lganda edi, 4 kare 10 qancha bo'lardi, Xorin? 40. Endi lekin yopishib turgan qismi qancha? 1, 2, 3. Demak, 3 ta 1 santimetrlik nima bizda yo'q. 40 dan 3 ta ayirsak, javob necha bo'ladi? 37. To'g'ri javob D javob bo'ladi. Tushunarlimi? Yozib olamiz. Diqqat qilamiz. 11-savol. E'tibor bering, savol juda ham oson. 9 dan 1, 5 dan 2, 9 dan 3, 5 dan 4 va hokazo 17 taqsim 9, 18 taqsim 5. O, malades Usmon, tilingga shakar. Demak, e'tibor beringlar, mahraji 9 bo'lgan sonlarning suratida toq sonlar turibdi, mahraji 5 bo'lgan sonlarning suratida juft sonlar turibdi. Demak, ajratib olamiz. 9 dan 1, 9 dan 3, 9 dan 5 va hokazo 9 dan necha? 17. Bu yerda necha son bor edi? 18 ta. Teng yarmi, ya'ni 9 tasi toq, 9 tasi juft bo'lganligi uchun buni oson usulda qo'shish formulasi qanaqa edi? Eng kichkina songa eng katta sonni qo'shib, necha son bo'lsa shunga ko'paytirib 2 ga bo'lamiz. To'g'rimi? 1 ga 17 ni qo'shsangiz 18, 18 9 ga ko'paytirib 2 ga bo'lsangiz 81, 81 9 ga bo'lsangiz 9 chiqadi. Yoki 9 dan qisqartirib olsangiz ham bo'ladi. 18 2 ga bo'lsangiz 9 chiqadi. Endi juft sonlarni alohida qilsak, 5 dan 2, 5 dan 4 va hokazo 5 dan necha? 18. Bu yerda ham xuddi shu qoida. 2 ga 18 ni qo'shib, 9 ga ko'paytirib, 2 ga bo'lib, 5 ga bo'lamiz, to'g'rimi? 2 dan 18 20, 20 ni 9 ga ko'paytirsak 180, 2 ga bo'lsak 90, 90 ni 5 ga bo'lsak mana 18 ga 9 ga qo'shsak javob 27. Buni javobi demak B javob bo'ladi. Xo'p, 12-savol diqqat qilamiz. 5 ta to'g'ri chiziq daftarni tekstligini nechta qismga bo'lishi mumkin? Eng ko'pi bilan. Bu yerda formula bor edi. 1 dan agar 5 ta to'g'ri chiziq desa, 1 dan 5 gacha sonlarni qo'shasiz, 1 da qo'shib qo'yasiz muslima. Agar 10 ta chiziq desa, 1 dan 10 gacha qo'shasizda, yana 1 da nima qilasiz? Qo'shib qo'yasiz. 1 dan 5 gacha 15, 15 ga 1 da qo'shsangiz 16 ta. To'g'ri javob A javob bo'ladi. U ham bo'ladi. Xo'p, tushunarlimi? Yozib olamiz. Xo'p, 13-savol. Bu Instagramga ham qo'ygan edim. Qaranglar. A, B, C, D, E, F odamlar bor. Jadval tuzamiz. Har bitta odam deyapti. O'zaro salomlashadi, to'g'rimi? Odam o'zi bilan o'zi salomlashishi mumkinmi? Yo'q, to'ppa-to'g'ri. Demak, diqqat qilamiz, mana odam o'zi bilan o'zi salomlashishi mumkin emas. Shuning uchun bu joylarga nima qo'yamiz? Minus qo'yib chiqdik. Endi bizga aytayapti, I odam 5 ta odam bilan salomlashgan. Bu yerda nechta odam bor? 6 ta. O'zi bilan salomlashmagan bo'lsa, demak hamma bilan salomlashgan bo'ladi, to'g'rimi? Demak, I odam A bilan ham, B bilan ham, C bilan ham, D bilan ham, F bilan ham salomlashgan bo'ladi. Mana bu yerga ham plus qo'yib chiqamiz. To'g'rimi? Endi A odam faqat bir kishi bilan salomlashgan. U ham kim? I bilan. Demak, buni minus qo'yib chiqamiz. Bunaqasiga ham minus qo'yib chiqamiz, to'g'rimi?
Xo'p, endi D odam 4 ta odam bilan sonlashgan edi, to'g'rimi? Demak, bu bilan sonlashgan, bu bilan ham sonlashgan bo'lishi kerak. Shunda 4 ta odam bilan sonlashgan bo'ladi. Demak, D B bilan sonlashganligi uchun, demak, B ham D bilan sonlashadi, C ham sonlashadi, F ham salomlashadi. Va B odam faqat 2 kishi bilan sonlashishi mumkin edi. Shuning uchun bu joylarga minus qo'yib chiqamiz. C odam esa 3 kishi bilan sonlashgan edi. Shuning uchun C F bilan sonlashgan bo'lishi shart. Va oxirida savol bizga aytayaptiki, F odam nechta odam bilan salomlashgan? To'g'ri javob 3 ta odam bilan salomlashgan. To'g'ri. To'g'ri javob nima bo'ladi bunda? C javob bo'ladi. Mana bu 14-savol juda ham oddiy savol. Sizga aytayapti, A, B son berilgan. Agar deyapti, A bilan B ni o'rtasiga 0 raqamini qo'ysangiz, A B'dan 9 marta katta son hosil bo'ladi. Buni javoblardan kelib chiqib ishlasangiz ham bo'lardi. To'g'ri Muhammad Ali? Demak, mana 405. 405 ni 45 ga bo'lsangiz necha bo'ladi? 9 bo'ladi. Bo'lishda xato qilmasligimiz kerak. Xo'sh, 14-savol bo'ldi. 15-savolga qaraymiz. Uchburchakning qoidasini ham yozib qo'yganman. Uchburchakning qoidasi qanaqa edi? Ixtiyoriy ikki tomon yig'indisi 3-dan katta bo'lishi shart. Bu qoida bo'lmasa uchburchak bo'lmay qoladi. Ya'ni 6 ga 9 ni qo'shsak, u x dan katta bo'lishi shart. X imiz demak 15 dan kichkina bo'lishi kerak. 15 dan kichkina eng katta son qaysi? 14. Demak, x imizning qiymati necha bo'lishi mumkin? 14 bo'lishi mumkin, eng ko'pi D. To'g'ri javob B javob bo'ladi. 16-savol. Futbol o'yinida 4 ta komanda o'zaro bir-biri bilan bir martadan o'ynaydi va bizga aytayaptiki, A komanda 7 ochko, B va C 4 ochko jamlagan D jamoa qancha ochko jamlagan deyapti. Qaranglar. A, B, C, D bunaqasiga ham A, B, C, D yozib olamiz, to'g'rimi? Demak, A jamoa 7 ochko to'plashi uchun u 2 marta g'alaba, 1 marta durang o'ynashi kerak. Chunki g'alabaga 3 ochko, durangga 1 ochko beriladi. 3 3 1. Endi A o'zi bilan o'zi o'yna olmaydi. Keling bir ish qilamiz. A B ni yutgan bo'lsin, C ni ham yutgan bo'lsin, D bilan durang o'ynagan bo'lsin. 3 3 1. Yig'indisi necha bo'ladi? 7 ochko bo'ladi. Endi B jamoa o'zi bilan o'zi o'yna olmaydi. A jamoaga esa nima qilgan? Yutqizgan. Chunki A undan 3 ochko olgan bo'lsa, B bu yerda 0 ochko oladi, to'g'rimi? Lekin endi B jamoa boshqa yutqazishga haqqi yo'q. Chunki 4 ochko olish uchun bitta mag'lubiyat, bitta g'alaba, bitta durang bo'lishi kerak. Shuning uchun u C bilan durang, D ni esa nima qilgan bo'lishi kerak? Yutgan bo'lishi kerak. Buni qo'shadigan bo'lsak, necha bo'ladi? 4 ochko bo'ladi. Mana bu yoqqa x qo'yib qo'yaylik, minus bo'lmasin. Endi C A dan yutqizgan, C B bilan durang o'ynagan, C o'zi bilan o'zi o'yna olmaydi. D bilan esa D ni nima qilgan bo'lishi kerak? Yutgan bo'lishi kerak. Shunda 1 ga 3 ni qo'ysak necha bo'ladi? Bunda ham 4 ochko bo'ladi. Shunda D A bilan nima qilgan? Durang o'ynagan edi, 1 ochko. B ga yutqizgan, C ga ham yutqizgan. Shunda necha ochko olgan bo'ladi? 1 ochko olgan bo'ladi. Shunda javob to'g'ri keladi. Tushunarlimi? 17-savol. Bolalar maydonchada deb tanga tashlashmoqda. Agar deb tangani gerb tomon tushsa 1 ball, son tomon tushsa 2 ball, tikka tushib qolsa deyapti, 3 ball beriladi. Agar deyapti, Sarvar 5 marta tashlagan bo'lsa va hamma holatlar qatnashgan bo'lsa, u deyapti, eng ko'pida necha ball olishi mumkin? Demak, 5 marta bo'ladigan bo'lsa, gerbdan 1 marta bo'lishi kerak, sondan 1 marta bo'lishi kerak va tikka tushib qolgan variant 3 marta bo'lsagina u eng ko'p ball oladi. 1 qo'shilgan 2 qo'shilgan 9 javob 12 ball bo'ladi. To'g'ri javob B ekan. Tushunarlimi? Kim tushunmadi? Hamma tushundimi? Birgalikda hamma tushundimi? Yashanglar. Tushunmasangiz so'ranglar. Mana, tanga tashlasangiz, qarang, yo bunaqasi tushadi, yo bunaqasi tushadi, yo tikka tushib qoladi. Tikka tushish nerealniy narsa, ya'ni har doim ham bo'lmaydi, lekin biz tushadi deb qarashimiz kerak, tushar ekan deb qarashimiz kerak. 18 diqqat qilinglar. Jamila Telenet demak, provider deydi, ya'ni kompaniyasi bor, internet bilan ta'minlaydi. O'sha Telenet kompaniyasiga oyiga $16 pul berar ekan.
internet uchun. U boshqa kompaniyaga o'tmoqchi. Boshqa kompaniyaga o'tish uchun deyapti, boshqa kompaniya unga shart qo'yyapti. 2 yillik shartnoma imzolaymiz deyapti. 2 yil. Ya'ni 2 yilimiz necha oy bu? 24 oy. Xo'p, Jamila endi hisoblayapti. Telenetga 16 dollardan 24 oyga to'lov qilsa, qancha pul bo'lar edi? 384 dollar. Endi qolgan kompaniyalar unga qanaqa taklif bildiryapti? Diqqat qilamiz. Takliflarni quyidagicha aytamiz. Nurshod o'tin. Birinchi taklifimiz dastlabki 6 oy 10 dollardan va qolgan oylarga 20 dollardan deyapti. Ya'ni 6 oy 10 dollardan qo'shilgan qolgan oy deyapti, to'g'rimi? 24 oyda 6 oy ketgan bo'lsa necha oy qoladi Horun? 8. 18 oy davomida 20 dollardan pul to'lov qilasan. 60 plus 360 420 dollar. Bu nima bo'lyapti? Qimmat. Shuning uchun buni nima qilmaymiz? Olmaymiz. Xo'p, bir taklif 3 oy tekin deyapti. 3 oy 0 dollardan qolgan oy deyapti. Qolgan 21 oy 18 dollardan. 21 dan 18 ga ko'paysa necha bo'ladi? 378. 378 dollar. Bu 380 dollar nima? Arzon, lekin eng arzoni emas. Seni tekshirib ko'ramiz. Ha. Tarmoq qulanish to'lov 30 dollar va oyiga 13 dollardan 24 oy 13 dollardan hisoblasak 342 dollar bo'ladi. To'g'ri. Bu demak nisbatan arzonroq hammasidan. Deni tekshirib ko'ramiz. 1 yil 80 dollar, qolgan yana 1 yilga 12 oyga, ya'ni 24 dollardan hisoblasangiz 288. Qo'shsangiz 368 dollar bo'ladi. Eng arzonisi. Ha, eng arzoni bu C variant. Tushunarlimi? 19-savolga qaraymiz. 19. Yaxshilab qaranglar. Mana nima berilgan? Rasm berilgan. T bu tank. Z bu nima? Zirhli mashina. To'g'rimi? Zirhli mashina. Bizga aytayapti, 22 tank qatnashgan deyapti. Nima deyapti? 22 ta tank. 22 ni bo'lamiz nimaga? 2 ga. Nima uchun? Har bitta qatorda 2 ta tank bor. Demak, nechta qator bo'ladi? 11 ta qator. Lekin birinchi qatorda zirhli mashina bormi? Yo'q. Demak, zirhli mashina ikkinchi qatordan boshlangan. Demak, biz 10 ta qatordan olamiz. 1, 2, 3, 4 va hokazo nechagacha? 10 gacha qo'shib chiqsak 55 ta zirhli mashina bo'ladi. Tushunarlimi? Menda savol bor. Aha. 22ni keyin ko'paytirib, birini qo'shmaymizmi? Yo'q. 22 ta tank bor, har bitta qatorda 2 tadan tank bo'lganligi uchun 22 ni 2 ga bo'ldik. Labbay. Birinchi savolda dastlabki 1 yil 80 dollardan 1 yil uchun 80 dollar. Umumiy emas, faqat 1 yil uchun 80 dollar xolos. Yozib olamiz. Yontirdim. Noma'lum sonning 14%, ikki sonni 14% topish uchun 14 ga ko'paytirib 100 ga bo'lamiz. Shu 80 ni 35% ga teng ekan. 80 ni 35 ga ko'paytirib 100 ga bo'lamiz. Ikki tomonda ham 100 ga bo'lish bor, tashlab yuborsak hech narsa qilmaydi. X ko'paytirgan 14, 80 ko'paytirgan 35. Kelinglar endi qisqartirishdan foydalanamiz. Ko'paytirib bo'layotgandan ko'ra 7 ga bo'lib boramiz. X ko'paytirgan 2, 80 ko'paytirilgan 5, ya'ni 35 bilan 14 ni 7 ga bo'lib bordim. 80 ni 5 ga ko'paytirsam necha bo'ladi? 400. 402 ga bo'lsa necha bo'ladi? 200. To'g'rimi? To'g'ri javob A javob bo'ladi. Xo'ran bir harakat qilgan, bunday bir javob bergan, aktiv bo'laylik. Xo'p, 21-savolda salgina xatolik
Xo'p, diqqat qilamiz, 23-savol. Prezident maktabi asosiy imtihonida testlarda dastlabki 40 tasiga 2 balldan beriladi. Keyingi 55 taga 20 ball beriladi. 4-sinf bitiruvchisi 95 ta savoldan 50 tasiga to'g'ri javob berdi. Agar u dastlabki 40 tadan 28 taga to'g'ri javob bergan bo'lsa, 10 ball olgan. Qaranglar, 50 ta savol berilgan. 28 tasi demak matematika degani. To'g'rimi Imroni? Qolgan 22 tasi nima ekan? Ingliz tili bo'ladi, to'g'rimi? Endi qaranglar, diqqat qiling. Matematikaning har bir savoliga muslima 2 balldan beriladi degan, to'g'rimi? 2 ga ko'paytirsa 56 ball. To'g'rimi? Endi aytyapti, ingliz tilida 55 ta savol berilgan, Xo'ron. 55 ta savolga 8 ball berilar edi. Lekin biz necha topyapmiz? 22 ta. Buni proporsiya qilib x topib olishimiz kerak. Buning uchun nima qilamiz? 22 ni 8 ga ko'paytirib 55 ga bo'lamiz. 22 kira 8 bo'lingan 55. To'g'rimi? 3. Necha bo'ladi? 3. Men uzr. To'g'ri. 22 taga x. 55 ta savolga hozir. Uzr, 8 ball deman. 20 ball edi. 22 ta savolga x ball. 22 ni 20 ga ko'paytirib 55 ga bo'lsak 8 ball beriladi. To'g'rimi? Demak, u matematikadan 56 ball, ingliz tilidan 8 ball olgan bo'lsa, 56 qo'shilgan 8 necha ball oladi? 64 ball oladi. To'g'ri javob S javob ekan. Xo'ron tushundingmi? Xo'p, 24-savol, labbay. Mana 50 ta savol berilgan. 50 ta savolga to'g'ri javob bergan, 28 ta matematika, 22 tasi ingliz tili. Matematikaning har biriga 2 balldan beriladi. 28 kira 2 56 ball. Ingliz tilida 55 ta savolga 20 ball berilgan bo'lsa, 22 ta savolga necha ball beriladi? Proporsiya qilyapmiz. 22 ni 20 ga ko'paytirib 55 ga bo'lamiz. 8 ball bo'ladi. To'g'rimi? 56 ga 8 ni qo'shsak necha bo'ladi? 64 ball bo'ladi. Tushunarlimi? Xo'p, 24-savol. Do'konda player 155 so'm ekan, naushnik 86 so'm ekan, kolonka 79 so'm ekan. Oydin kalkulyatorda player, naushnik, kolonkaning narxini qo'shib hisoblagan 248 so'm chiqdi deyapti. U qanday xatoga yo'l qo'ygan? Diqqat qilinglar, mana bunaqa xato bo'lgan. 155 86 qanday 7 ni qo'shgan. Chunki oxir raqam 9 ni qo'shmay qo'ygan. Shunda 248 bo'lib qolgan. Demak, buni javobi nima bo'ladi? S javob bo'ladi. 25-savol qaranglar. Talaba deyapti, 5 savoldan o'shasidan tanlab javob berish kerak deyapti. Birinchi va ikkinchi savollar kamida bittasi bo'lishi shart. 4-chi, 5-savollarda ko'pi bilan bittasi. Bittasi ham bo'lmay qolishi mumkin. 13 xil tanlovi bor deyapti. Qaranglar, 1 2 3, 1 2 4, 1 2 5, 1 3 4, 1 3 5, 1 2 3 4, 2 3 5. Jami necha xil ekan? 7 xil. 26-savolda esa xatolik ketib qolgan, hammaga to'g'ri deb oldik. Yozib olinglar. 27-savol, qaranglar. Tog'ga yo'nalish 4 kunga mo'ljallangan. Birinchi kuni deyapti, 48 kilometr masofa yurildi. Ikkinchi kuni deydi, bu ikkinchi kunga qaraganda 12 kilometr ko'p deydi. Mana bu ko'p. Nima qilamiz? Demak ikkinchi kuni 36 kilometr, to'g'rimi? Uchinchi kuni deydi, birinchi va ikkinchi kundan 3 marta kam deydi. 48 ga 36 ni qo'shib 3 ga bo'lamiz. 28. Agar jami deyapti 153 kilometr yo'l yurilgan bo'lsa, qancha 4-chi kuni qancha yurilgan deydi? 48 36 28 ni qo'shsak 112. 3 dan 112 ni ayirsak necha bo'ladi? 41 kilometr bo'ladi. Javob D bo'ladi. To'g'ri. Tushunarli bo'ldimi? 28-savol. Majida deyapti, velosipedga ketyapti. U dugonasini ko'rib qoldi. Xo'sh, 2 minut yetib oldi deyapti. Dugonasi 50 metr/minut tezlikda yugurayotgan edi. Uni tezligi esa x, to'g'rimi? Xo'p, 2 minutda yetib oldi. Oradagi masofa qancha edi? 240 metr.
120 metr minut. Ya'ni 1 minutda 120 metrga nima qilish kerak? Yaqinlashish kerak. Demak, buni tezligi bundan 120 metrga nima bo'lishi kerak? Ko'p bo'lishi kerak. Ya'ni x ayrilgan 50 teng 120 bo'lishi kerak edi. X teng necha bo'ladi? 170 metr minut bo'ladi. Tushunarlimi? 29-savol. Qonuniyat juda ham oddiy. 3 6 81. Ha. 3 ga 6 qo'shsak 9, 9 ga 9 81. 4 2 qo'yilgan bo'lsa-chi? Ha, 4 2 qo'shsak 6, 6 kar 6 necha? 36. 5 8 88 64. Demak, bizdan so'rayapti 2 mana 5 hisoblang desa, javob 49. Va oxirgi 30-savolimiz. Aha, birinchi qaranglar. Birinchi guldon, ikkinchi guldon, uchinchi guldon, to'g'rimi? Ikkinchi guldon, birinchi guldondan 2 marta ko'p. 2x. Uchinchi guldondan deyapti. 15 ta ko'p uchinchi guldon deyapti. Aha, tenglama tuzamiz. X qo'shilgan 2x qo'shilgan 15 barobar nechaga? 100. 100 dan 15 ta ayiramiz. Tushunarlimi? X teng 17 bo'ldi. Ya'ni birinchi guldonda 17 ta, ikkinchi guldonda qancha? 34 ta. To'g'ri javob B javob bo'ladi. Tushunarlimi?